Assalomu alaykum, yaxshi insonlar, yaxshimisizlar, tan joylaringiz sog'mi? Mana bugun juma ulg'aygan kun, barchalarga juma ayyomi muborak bo'lsin. Mana yosh kelinchakning videosini mana bugun ro'parasi 8 kun bo'ldi. 8 kundan beri qo'yib boryapmiz. Paka yangilik yo'q. Xudo xolasa mana bugun juma ulg'aygan kunlarda ko'pchilik duosi ijobat edi, bir duo qilib tursalaring, bir yangilik bo'lib qoladi. Mana ertamandan ukalarimiz kelib mana shu yerda ponni suvga tushib, o'sha tashlagan birinchi ko'prikdan boshlab o'sha qirg'oqdan qarab kelyapti. Mana ko'rayotgan bo'lsalaring, hozir yaqinlashtiring. O'rtasigacha borib kelyapti. Suv mana ko'ryapsizlar, kechagidan ancha pasaygan. Mana 1 metrga yaqin suv pasaygan. Ko'pchilikda xabari bor, mana Andijonda ham bir ukamiz o'rgida tushib ketgan ekan. O'rgani chiqarishyapti-yu. 20 yoshli bola topilgan yo'q ekan hali. O'shalar pasaytirganmi, iltimos qilib, yo dambalarda ochilganmi, yo fermerlarga suv berilganmi? O'sha hisobga suv bugun 1 metrga yaqin suv kamaygan. Mana g'avvos ukalarimiz oqtarishyapti, o'sha o'rtasigacha boryapti. Arqonni ushlashib turibdi. Shu ko'rayotgan bo'lsalaring, buloq chiqyapti. O'rtasigacha borishib, bu beldagi remeni har bitta toshi 1,5 kilodan ekan. O'shaqadan ikkita remen taqib olgan. Endi nechta toshi borligini bilmayman. Yotib olib, emgalab, o'sha suv ichidagi ko'zi ko'rmas ekan, chunki layqa-ku. Polni o'sha suv tagidagi narsalarni ushlab chiqargan. Ana shunaqa. Endi hozir biz o'tgan safar ot yurgizganmiz. Yurgizganda ot mashinaroqqa kelib to'xtagan. Shuning uchun hozir mana shunday ko'rib kelyapti, mashkacha bo'lsa ko'rsa, keyin u tomonga o'tadimi? Ana shunaqa gap. Oilasi ham charchadi. Na o'ligini biladi, na tirigini. O'g'izlarga ham rahmat. Har kuni kelib kechgacha suv ichida. Tanjolar sog' bo'lsin. Ot mashkacha kelgan. Mashkacha kelib to'xtagandi. Mashkacha kelganida ot, ha? Mana shu birinchi terak. Birinchi terak. Mana shu birinchi terakgacha kelib ot bag'iga yurmay qo'ygandi. Endi umid qilyapmiz, topilsin. O'shaqacha qarashib kelishyapti. Qiyinda shunday katta kanaldan bir odam topib olish. Endi suv tiniq bo'lsa ekan, qarab suv tagiga qarab topib bo'lib suv o'talayqada obunachilar. O'talayqa. Ovozlarda ham parollari bor ekan. Arqonni bunday qilib ikkita totsa yaxshimisan degani. Adam bitta totib qo'ysa zo'rman degani. Shunaqa bo'lsa kerak menimcha. Ikkita g'ovoz pastdan ipni tortib turar ekan. Suvdagisi imo ishora qilar ekanda. Obunachilar soatdan mana 5 dan o'tyapti. G'ovozlar ham buni chiqishdi. Endi yaxshimisizlar? Ha, rahmat. Oilaga qiyin obunachilar. Mana Andijonlik o'ligasi bilan tushib ketgan aniq bo'lganda, lekin bu o'g'loydagi aniq emas-da, suvga tushgani ham. Hech kim hech narsa deya olmaydi. Tushgan bo'lsa tez ko'llarga suv tepasiga ko'tarilsa, obunachilar duo qilib turinglar. Duoda ish katta. O'zim sizlar bilan xayrlashamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Duoda bo'lib turinglar.